Tak, assalomu alaykum. Londondan gapiramiz. Biz hozir hazatib aylanib yuribmiz. Bugun aylanish kunimiz. Ertangdan xudo xolasa delegatsiyamiz bilan. Bale hop. Oho! Oynaning shuni yubkalaridan. Молодец. Wow! Yine. Ben verem hazır. Bir yerde şunun yol varsa şehirle yürüyürken doğru şur adam taşa beredeken hazırda tilke para atıp taşıydılarken. Büyük Britanya'nın kadimki nesi cezaxonası boyuna. Ah, aynen şılanı duruşundan. Sizlerlik bir öyle baradadan yaxşı zəyiliyor. Bugun delegatsiyamiz bilan London shahrini tomosha qilish uchun bizlarga ajratilgan maxsus mashinalarda yo'l atlandik. London shunning tarixiy, chiroyli shahar ekan, men dim yaxshi ko'rdim, chunki tarixiy shaharlara muhabbatim o'zgacha. 3000 yillik tarixni o'z ichine jamlagan juda go'zal shahar ekan va albatta sayohatim davomida nera borgan bo'lsak, hammasini shu kichkina videochalarga joyladim. Sizlar ham ilindim. Birinchi lokatsiyamiz qirol va qirolichaning ishxonasi edi. Shu askarlar smena almashadigan o'zlarining maxsus kiyimlari, maxsus liboslari, maxsus chaladon qo'shiqlari bilan oldimizda o'tdilar. Ularni ko'rdikda astan yo'lga chiqdik. Sayta qarab havonim chiroyladi, ish havonim yaxshi ko'raman. Nastroyeniyam o'ta darajada go'zal edi bugun. Allohimga shunga hamdlar aytdim. Mana dunyodagi shunday chiroyli go'zalliklar bilan bahramand etgani uchun. Ba'zi Shotlandiyaning milliy libosi. Biz shudagi magazinlarga girdik. Mr. Bean voy buni yaxshi ko'rmaydi odam bo'lmasa kerak. Keyin shunga shokoladli klubnika olib, sho'rdagi attraksionga chiqdik. Butun Londonni har tarafidan tushirdim o'rtoqlar, ko'ringlar. Kelmasangizlar ham gelin bo'lib o'tiringlar. Jonimni job barobar her yerlarini videoga oldim. Ko'rib turganlaringiz deyim. Butun London kaftdek namoyon bo'ldi va bizdan attraksion etilgan sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetdidan keyin biz Tower Bridge'ga qarab yo'l oldik. Va bu o'sha oldingi istoriyamda aytib o'tgan maxsus zindon. Bu esa o'sha mashhur Tower Bridge ko'piri. Bu o'lilarni bir narsasi yonimda yo'q. Keyin ish qilib ko'pir bo'ylab sayohatimiz boshlandi. Shuni yaxshi ko'rdim. Havoni endi aytmayin, suvni, bu London eski ko'chalari, bu London City va bizga ajratilgan maxsus mashina yana yetib keldi. Keyin biz dom ulli торговый sentra bordik. Dollar maydaladim, funt sterling vobshe qimmat ekan. Umuman London dim qimmat shahar ekan. Shopping etdim, o'zimga kerak bo'lgan narsalar bor. Hammasini oldim. Starbucks'ning kofesini isini yanına o'tib ketolmadim. Hotelga keldik, utka oldim, chemadon oldim, shuni konfetka, sumka, keyin Mr. Bean'ning nasochkilarini oldim. Darakim yo'q edi, darak oldim, tapichka oldim, choy oldim, novat oldim. Hozir esa yotibman, dam olib.